bugungi mavzuyimiz butun koeffitsiyentli ko'p xatlarning butun va ratsional ildizlarini hisoblash mavzusi. Demak, hayotda ham, bizlar maktab davrimizda ham ko'p xatlarni ko'p ishlatganmiz. Endi bugungi mavzuyimizni shunga bog'laymiz, ya'ni reja sifatida butun koeffitsiyentli ko'p xatlarning butun va ratsional ildizlarini hisoblash jarayonini, keyingi bandida esa haqiqiy ildizning chegarasini aniqlashning Newton usulini ko'rib chiqamiz. Demak, kalit so'zlar: butun koeffitsiyentli ko'p xatlar, butun va ratsional ildizlar, haqiqiy ildizning chegaralari, tayanch iboralar sifatida halqa, qism halqa, karrali kengaytma, karrali transpendent kengaytma, leksikografik tartib. Demak, ratsional sonlar maydoni ustida har qanday 19/1 tenglikni ko'p xatli x teng alfa ildizi ushbu tenglamaning ham ildizi bo'ladi. Shuning uchun bundan so'ng biz faqat n-chi darajali tenglamaning ratsional ildizlarini topish bilan shug'ullanamiz. Demak, xossa keltirib o'tamiz. Birinchi xossa sifatida kasr koeffitsiyentli tenglamani butun koeffitsiyentli tenglama bilan almashtirish mumkin. Demak, bu xossa bizga kerak bo'ladi. Chunki bu tenglamani yechishimizda, demak, biz bu xossadan foydalanib ketamiz. Demak, isbotlaymiz. Buning uchun biz yuqoridagi birinchi tenglamaning ikkala tarafini, demak, ushbu koeffitsiyentlarning umumiy maxrajiga ko'paytirish kifoyasi yetadi. Va shundan keyin bizlar tenglamani kasr koeffitsiyentli butun koeffitsiyentliga almashtirib bilamiz. Demak, ikkinchi xossasi esa ushbu ko'rinishda, demak, buning isboti birinchi tenglamaning koeffitsiyentlarini butun deb hisoblab x teng y taqsim a0 almashtirish bajarsak ushbu ko'rinishga keladi. Buni maxrajidan chiqarib ushbuni hosil qilamiz, ya'ni bu tenglikni hosil qilamiz. 19/2 va yana bir xossa kiritib o'tamiz. Bunda butun koeffitsiyentli 19/3 tenglamaning ratsional ildizlari faqat butun sonlardan iborat bo'ladi. Demak, bu xossa bizga juda ham muhim. Bu xossani isbotini ham ko'rib o'tamiz. Ya'ni 19/3 tenglamada alfa teng a taqsim b kasr ildiziga ega bo'lsin deb qaraymiz va kasrni qisqarmaydigan deb hisoblash mumkin. Ildizini 19/3 tenglikka qo'yib, ushbu tenglikni yoki keyingi 19/4 tenglikni hosil qilamiz. Ani n-chi taqsim b qisqarmaydigan kasrdir. Shu sababli oxirdagi tenglikni bo'lish mumkin emas, chunki qisqarmaydigan kasr butun songa teng bo'la olmaydi. Demak, bundan bu xossaning isbotlanganligi kelib chiqadi. Va keyingi xossaga o'tamiz. Keyingi xossamiz yuqorida aytilgan 19/3 tenglamaning butun ildizi ozod hadining bo'luvchisidir. Ya'ni bizlar 19/3 tenglikni yozadigan bo'lsak, bu yerda hammasini demak, o'ng tarafga o'tiramiz. Bundan esa a ning aga bo'linishini ko'rsatishimiz mumkin. Keyingi xossamiz 19/3 tenglamaning chap tomonini x minus a ga bo'lishdan chiqqan bo'linma butun koeffitsiyentli ko'p xat hisoblanadi. Demak, buni isboti bizlar avvalgi darslarimizda o'tgan Borner sxemasi yordam beradi. Demak, Borner sxemasini hammamiz bilamiz. Ya'ni Borner sxemasi uchun tenglamani oldidagi koeffitsiyentlar oldidagi sonlarni aniqlab olamiz. Demak, a0, b0 va hokazo bn-1 koeffitsiyentlarini aniqlab olamiz va keyingi xossaga tenglamaning 19/3 tenglikdagi ildizi bo'lgan f1 taqsim a-1, f-1 taqsim a+1 ham butun son bo'lishi bo'ladi.